Biologiya bilan kimiyani integrировать qilish, ya'ni uyg'unlashgan himoya bo'yicha biologik fungitsidlar, biologik insektitsidlar va kimyoviy fungitsid va kimyoviy insektitsidlar. O biologiya ishlatib yurgan dehqonimiz kimyo ishlatsak bo'ladimi yoki faqat kimyadan foydalanayotgan akalarimiz biologiyadan foydalansak bo'ladimi, bo'lmaydi degan savollar men bir mavzu qilaman dedim. Kichikroq bo'lsa ham o'shani qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, aytaylik, bir dehqonimiz bodring ekyaptilar va bodringni organik F ga, ya'ni buni tarkibi bilasizlar, Trichoderma asperellum mikroorganizm. Mana shunga botirib ekdilarda, o'sha ildiz chirishga qarshi, bo'g'iq chirishga qarshi. Lekin ozgina vaqtdan keyin aytaylik, mankotsept tarkibli yoki bo'lmasam propamokarp gidroxlorid tarkibli preparat ishlatmoqchilar. Bo'lmaydimi? Bemalol bo'laveradi. Mumkin. Mana shuni uyg'unlashgan himoya deyiladi. Men mavzu qilganman, uyg'unlashgan himoya nima degani? Uyg'unlashgan himoyada biologiya bilan kimiyani integrировать qilish, ya'ni ham kimyoviy, fungitsid, insektisidlar va biologiyadan foydalanish. Aytaylik, siz programma bo'yicha biologiyadan foydalanib kelyapsiz, biologik fungitsid, insektisidlardan profilaktik qilib kelyapsiz-da. Masalan, bir oyda aytaylik 2 marta, 3 marta kimyo sepishingiz kerak edi. Umuman sepmadingiz. 3 marta, 4 marta sepmadingiz deb, polni biologiya bilan ushlab keldi. Lekin ozgina biologiyani kuchi yetmagan paytda o'sha bir oyda bir marta yoki 1,5 oyda bir marta kimyodan bemalol foydalanishingiz mumkin. Uni hech qanaqa mumkin emas degan joyi yo'q. Men ayrim fikrlarni eshitdim. O'sha biologiya ishlatyapsiz, endi kimyo qilishingiz mumkin emas yoki kimyo ketyaptimi, biologiya bo'lmaydi. Bir-birini o'ldirib qo'yadi degan masala, tushuncha bor ekan. Ya'ni o'sha kimyoviy fungitsidlar yoki kimyoviy insektitsidlar biologiyani o'ldirib qo'yadi, ya'ni mikroorganizmlarni o'ldirib qo'yadi degan tushuncha bor ekan. Unaqa narsa yo'q akalar. Men isbotlab beraman. Nega? Xo'p, mana bular mikroorganizm deyapmiz, to'g'rimi? Organik Trichoderma asperellum, Bacillus misol Baviera bacillus mikroorganizmi, Zamburug, NP, bu yoqda misol Pseudobacterium eslar. Bular hammasi mikroorganizmlar, Pseudomonas boshqalar. Faqat bular antagonist, foydali mikroorganizmlar. O'simlik uchun, tuproq uchun foyda keltiruvchi mikroorganizmlar hisoblanadi. Endi xo'p, patogen mikroorganizmlarni olaylik. Sizlar biladigan hamma o'sha Fusarios. Bu ham mikroorganizm. Fusarium tarqatuvchisi. Yoki bo'lmasam Pythium, Rhizoctoniya, o'sha Lojnium uchnistay, Rasapernis, Sparios, Seri, Gnil, bular hammasi mikroorganizm. To'g'rimi, Shohrux? To'g'ri aytmayman? Bahonada mana bu Shohruxga ham o'rgatib qo'yaman. Abror akamning shogirdlari, Qashqadaryolik Abror akamning shogirdlari. Qarshidamiz, Qarshidagi do'konda bir to'la mana shu mavzuni yoritib qo'yay dedim. Xo'p, qayerga kelib to'xtagan edik? Qisqasi mana shu Fusariumlar mikroorganizm. Biz akalar necha yillardan beri mana shu kasalliklarga doim kimiyani qo'llab kelyapmiz. To'g'rimi? Previkur qo'llaymiz yoki otini aytvardim-ku, devasini aytib kelyotgandim, mayli. Va boshqa kimyoviy fungitsidlarni qo'llaymiz. Qanaqadir vaqt to'xtatamiz. Lekin yo'q bo'lib ketdimi, yo'qmi? Mana shu kasalliklar, ammo umuman yo'q bo'lib ketdimi? Yo'q bo'lib ketgani yo'q, yo'q bo'lmaydi ham. Akalar, yo'q bo'lmaydi ham bu narsalar. Uni yo'q qilish bu kimiyani ham qo'lida emas, bizning qo'lida emas. Bular jonli narsalar. Uni o'zining ichida hujayrasi bor. Alloh yaratgan jonzotlar, uni yo'q qila olmaymiz. Lekin aynan mana shu mikroorganizmlarning o'zini oilasidagi antagonistlari bor. Ya'ni shular bilan kurashadigan mikroorganizmlar bor. Ular yomon desak, mana bular yaxshi. Bu bilan bemalol kurashsak bo'ladi. Bu bilan ancha kamaytirsak bo'ladi populyatsiyasini. Mana shu patogen mikroorganizmlar. Zarar kunandalarda ham xuddi shunaqa. Zarar kunandalar bor. Va tabiiyki foydali hasharotlar, entomofaglar bor. Oltin ko'z, Trichogramma, Brakonga o'xshagan yoki Macrolophus, Swirsky, Pitacilius kabi foydali hasharotlar bor. O'simlikka zarar keltirmaydi, lekin xon qizini ko'p gapiramiz-ku, shirani yeydi, ko'rsatamiz ham. Mana shunga o'xshagan. Mikroorganizmlar ham xuddi shunaqa ekan. U degani siz kimyoviy fungitsid yoki kimyoviy insektitsid bersangiz, bu o'lib qoladi degani emas. Birinchidan, ikkinchidan bularning shtammlari ham o'ta kuchli bo'ladi, o'ta baquvvat bo'ladi. Yana bitta narsani keltirib o'tib ketaman, shu yerda mana shu tarkibi Trichoderma asperellum o'zi buni inson olimlar buni yaratmagan, buni faqat topgan. Buni yaratgan zot Alloh taolo bo'ladi. Mikroorganizmni, lekin olimlar shu mikroorganizmni topib, sinab ko'rib, har xil jarayonlarda qisqasi eksperimentlar o'tkazib, mana shu shtamni keyin ishlab chiqarishni, ko'paytirishni yo'lga qo'yib preparat shaklida biz qilganmiz. O'shaning uchun kimyo bilan biologiyani bemalol integrировать qilsanglar bo'ladi. Asosan biologiyani ko'proq profilaktikaga foydalanganingiz ma'qul va shuningdek orada kerak bo'lib qolsa bemalol kimiyani ishlatinglar. Bemalol kimiyadan foydalansanglar bo'ladi. Shunaqangi mikroorganizmlar borki, bemalol kimiya bilan bir-biriga qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqangi mikroorganizmlar borki, yeri tagida 100 metr, 200 metr kerak bo'lsa, 10-15 kilometr pastda tirik mikroorganizmlar bor. Ularga umuman havo ham kerak emas, kislorod ham kerak emas, suv ham kerak emas, yashay oladi. Shunaqa mikroorganizmlar bor, qaynab turgan suvda ham yashay oladi.
qanaqa o'ldiramiz endi ularni deng endi oddiy o'lib qolaversa misol agar bu trichoderma aspirillum yo Baviera bassiana oddiy kimyoviy fungitsid yo insektitsid bilan o'lib qoladigan bo'lsa nima keragi bor buni ishlab chiqarib aka topkurlar unday narsa yo'q. Fuzarium ham xuddi shunaqa, boshqa kasalliklar ham xuddi shunaqa. U qanaqadir vaqt kimyo to'xtatib turadi, uni populyatsiyasini ushlab turishi mumkin, lekin kimyo bu sintetikani kuchi ketgandan keyin tabiiy ravishda uyg'onib kelaveradi. Xuddi shunaqa perinachatsiya zamburug'i ham. Hech qanaqa fungitsid misol perinachatsiya zamburug'iga ishlamaydi. Ko'rkurut hammanglar bilgan. Absolyutno. Faqatgina Mycosporus margansovka deymiz, u ham vaqtinchalik to'xtatib turadi. Undan keyin mana bu trichodermani qo'yib yuboringlar, shu qotib turgan o'sha perinachatsiya zamburug'ini yeb tashlasin deymiz. Bu tabiiy yo'llaydi. O'shaning uchun kimyo ishlatib kelyapsiz, lekin effekt bermayaptimi? Biologiya zo'r effekt beradi. Bemalol одновременно qo'llasangiz bo'ladi. Biologiya bilan profilaktika qilib kelyapsiz, qanaqadir vaqt kuchi yetmadi, hasharotni zarar kunandani populyatsiyasi kuchaydi yoki bo'lmasam o'sha kasallikni sal populyatsiyasi kuchaygan bo'lsa, bir marta kimyodan foydalanib, yana profilaktikaga biologiyani olib ketaversangiz bo'ladi. Savol berishingiz mumkin, nimaga men endi kimyo sepadigan bo'lsam, biologiya bilan profilaktika qilishim shartmi? Shart. Nega? Haligi aytgan gapim, siz bir oyda bir marta, 2 oyda bir marta kimyo sepyapsiz. Agar biologiya bilan profilaktika qilib turmasangiz, bir hafta 10 kunda sepaverasiz. Va tabiiyki kimyoda mikroorganizmlar uchun ham, zarar kunandalar uchun ham resistentness bor. Ya'ni ko'nikma hosil qiluvchi, o'rganib qoluvchi, narkoman bo'lib qolibdi deymiz-ku. Bitta dava 2 marta ishlashi mumkin, 3-chi martasiga ishlamaydi. Shundaymi? Sizlar ham shunaqa deysizlarmi? Zarar kunandaga yoki kasallikka biron dori berganda, keyin safar o'sha dorini bermaysizlar-da. Almashtirasiz. Bularda unaqa narsa yo'q, resistentness bularda bo'lmaydi. Bular qayta sepaversa bo'ladi. O'shaning uchun profilaktikaga bular zo'r. Kimyo profilaktikaga u bo'lmaydi. O'shaning uchun kimyoni bir oyda bir marta, 2 marta yoki 2 oyda bir marta sepyapsizlar. Uni rezultati ham zo'r bo'ladi. Plus mana buni ta'siri ham yaxshi bo'ladi. Mavzu razil cho'zilib ketdi. Men 3 minutlik qilaman dedim. Bu 9 minut, 10 minut bo'lib ketdi. Endi iloji yo'q boshqa. Men imkon qadar tushuntirishga harakat qildim. Agar yana savolinglar bo'lsa, mana shu mavzuni tagiga yozinglar. Men uni yana bitta alohida mavzu qilib chiqarishga tayyorman. Va bundan tashqari alohida mana mavzularim bor. Biologiya nima, kimyo nima degan mavzularim bor YouTube kanalida. Undan tashqari alohida boshqa mavzularim bor. O'sha uyg'unlashgan himoya nima? Ularni hammasini tushuntirib ketganman. Uyg'unlashgan himoyaga nimalar kiradi? Xo'p, kimyodan foydalanish, mikrobiologik fungitsid, insektitsidlardan foydalanish, undan tashqari entomofaglardan foydalanish, undan tashqari mana bu lavushkalar, boshqalar hammasi shu uyg'unlashgan himoya birgalikda qilish. Bularni hammasini programmaga kirgizish mumkin. Biologiyani ham, kimyoni ham, entomofaglarni ham hammasini himoya dasturiga kirgizgan holda одновременно foydalanish mumkin. Hech qaysisini bir-biriga ta'siri yo'q. Kimyo временный narsa, vaqtinchalik narsa. Biologiya bu решение, bu uzoq vaqt davom etadigan narsa. Bu tabiiy narsa, o'zini nomi bilan biologiya. Xo'sh akalar, Alloh barakalarini bersin, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Shohruh ham ancha ma'lumotga ega bo'ldi, ha? Alloh barakangizni bersin. Abror akamga salom aytasiz. Ishingizga rivoj. Inshaalloh ko'rishamiz. Hammanglarga Alloh barakalarini bersin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.